Qarab ko'r, balki bordir. O'tgan yil turba tashlab ketdik mashtamdan, turbasini tashlab, hozir tashqariga chiqib qo'ydik. Mana turbasi osilyapti. Sampim hammasi. Mashtam o'tib ketgan yer anaqadan, tegidan. Keyingisiga ham mebelni sex bo'ladi, bu yerda har balo mebellar turadi. Mebellar turadigan joy. Buni ham qo'yamiz hozir midya. 60 talik bu kondisioner, anunisi 24 talik. Buni ham tashlab ketganmiz, mana shu devor ichida qolib ketgan. Bundan chiqib, keyin bu hozir mana mashta turbasi. Mashtadan o'tib, ichkaridan mana bunaqasi kelib, tomga chiqarib yuborganmiz turbasini, shu tomga. O'sha yerda tomning tepasi. Tomga qo'yamiz buni. Bu mashta turadi. Hozir ulaymiz. Mana shuni hozir ulaymiz, narigisini ulab bo'ldik. Mebelni sex. Bitgan mebellarni har xil listikka qilib qo'yiladigan joy. Bunisi bo'ldi pashti 24 talik. Bunisi 60 talik. Yetadi mashtaga. 200 kvadrat mashta.